So'nggi yillarda butun dunyoda global iqlim o'zgarishi kuzatilyapti. Bu esa o'z navbatida tabiiy hududda yashaydigan organizmlar sinantrop, ya'ni aholi yashaydigan hududlarga kirib kelyapti. Krim-Kongo gemorragik isitmasi ektoparazit kanallari chaqishi orqali insonlarga yuqadi. Ko'p holatlarda uni insonlar chaqqanini ham sezmay qolishi mumkin. Vaholanki, lekin o'sha isitma bormi, demak tezroq murojaat qilib, o'sha hududlarda borganligini yoki hayvonlarning qirqim vaqtlari, cho'ponlarning zararlanishi va hokazolar bunaqa holatlarda yashirmasdan bevosita birinchi o'rinda tibbiy xodimlarga murojaat etib, o'sha epidemiyani yuzaga kelmasligini oldini olishimiz mumkin. Bir narsani ta'kidlab o'tishimiz kerakki, masalan, bizning mamlakatimizda virusologiya institutida tabiiy o'choqli o'ta xavfli virusli infeksiyalar laboratoriyasi mavjud. Vaholanki, o'shanaqa holatdagi bemorlarda birinchi yordam barchasi o'sha davlat tomonidan amalga oshiriladi. O'zbekiston 2030 strategiyasining 9-maqsadi fundamental tadqiqotlarni zamon talablaridan kelib chiqib shakllantirish yoki mavzularni shakllantirish borasida PCR tashxislash diagnostikasi, IFA, mobil laboratoriyalar, ularning bizga mavjudligi o'sha hududlarga ko'chma laboratoriyalar bilan borib, o'sha yerdagi holatlarni o'rganib, bartaraf etish imkoniyatini beradi. Bu o'ylaymanki, sog'liqni saqlash, veterinariya, ekologiya tarmoqlariga ham bu fundamental tadqiqotlardan olingan natijalarni samaradorligini ko'rsatib beradi va biz ularni oldini olish ishlarini amalga oshira olamiz.